Ovqat orqali ikki xil vitamin D qabul qilib olamiz. Vitamin D2 va vitamin D3. Vitamin D2 o'simliklarda bo'ladi. Quyosh nuri ta'sirida o'simliklar o'zidan vitamin D2 ishlab chiqaradi. Biz esa kam miqdorda ko'katlar va o'simliklar bilan birgalikda vitamin D2 ni qabul qilib olamiz. Ko'p miqdordagi vitamin D3 ni esa hayvon va baliq mahsulotlari, yog'li go'sht mahsulotlari bilan birgalikda qabul qilib olamiz. Vitamin D yog'da eriganligi sababli semiz odamlar va semiz bolalarda har doim vitamin D yetishmaydi. Chunki yog' to'qimasi vitamin D ni hammasini shimib oladi. Emizayotgan onalar ham vitamin D ichishlari kerak. Chunki homiladorlik vaqtida vitamin D zapasi tugaydi. Bundan tashqari emizayotgan vaqtda sut orqali bolaga ko'p miqdorda kalsiy, fosfor, vitamin D va boshqa moddalar o'tadi. Bu esa ona organizmida vitamin D yetishmasligiga olib keladi. Emizayotgan vaqtda vitamin D sarfi 4 marotibagacha tezlashib ketadi. Emizayotgan vaqtda ona sut orqali bolasini vitamin D ga bo'lgan talabini to'liq qondira olmaydi. Shuning uchun ona ham, bola ham vitamin D ichish kerak. Vrach tavsiyasi va ko'ruvdan keyin. Vitamin D deb nomlanishiga sabab 4-chi bo'lib aniqlangan vitamindir. Lotin alifbosida 4-o'rinda D harfi turadi. Shuning uchun vitamin D deb nomlangan. Vitamin D ni faqat ertalab beradi. Obedda yoki bo'lmasam kechki payt bersa ham ichaklardan so'riladi, lekin vitamin D aktiv modda bo'lganligi sababli bolani aktivlashtirib yuboradi. Uyqusini kechiktiradi, ya'ni uyqusizlik keltirib chiqaradi. Bu esa bolaga yomon ta'sir ko'rsatadi.